Peygamber aleyhisselam devrida keskin cennet kirdiganligi oldin bishorat berilgan 10 nafar sahaba edi. Ular bilginimizdek 4 xalifa boshliq burun islom kirgan o'zini islomga atagan fidokor sahobalar edi. Ulardan keyin hech kimning keskin cennet kirdiganligi muayyan shaklda ismi bilan bishorat berilmagan. Lekin Peygamber aleyhisselam ma'lum sifatlarni berib, shu sifat bilan sifatlanguvchilarni cennet kirdiganligi bilan bishorat bergan. Undaqda Peygamber aleyhisselam xabar bergan sifatli kishilar kimlar? Ular bugungi davrimizda tepilamdi. Peygamber aleyhisselam cennet bilen bisharat bilgen kişilerini bayan kılıp mundaq deydi. Bada'al islamu gariba ve seyaudu kema bada. Fatuba lil guraba, fatuba lil guraba, fatuba lil guraba. İslam g'arib holatda boshlandi. Ya'ni payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom tunji islomni elib kelgan vaqtida uningga ergashgan kishilar nihoyatda az. Shu ergashgan kishilar musulmon bo'lganligi uchun nihoyatda ko'p aziyatlarga va kulfatlarga uchrab g'arib holatda boshlangan. Va sayaudu kama bada. Xuddi yengida boshlangan vaqtida islomga oz kishilar ergashganga o'xshash qiyomat yaqinlashgan vaqtidami nihoyatda oz kishilar islomga ergashadi. Xuddi yengida boshlangan vaqtida shu oz kishilar nurg'unlagan aziyat kulfatlarga uchraganga o'xshash qiyomat yaqinlashgan vaqtidami shu ozg'in kishilar nurg'unlagan aziyat va kulfatlarga uchraydi. Fatuba lil g'uraba, ana shu kulfatlarga uchragan, ana shu ozg'in kishilarga jannat bilan bishorat bo'lsin deydi. Demak, jannat bilan bishorat berilgan kishilar g'ariblar. Undaqda g'ariblar kimlar? Sahobalar Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan: "Ey Rasululloh, man humul g'uraba?" G'ariblar kimlar deb so'radi. Payg'ambar alayhissalom o'xshamagan hadisda g'ariblarning bir qancha sifatlarini bayon qildi. Bu hadislarning birida al-farraruna bidinihim, g'ariblar dinini ilib qochganlar deydi. Ya'ni hamma odam islomdan so'g'ib keyniga chekingan vaqtida islom diniga mahkam eslib, ching yepishib turib, ularning ozdurishidan dinni ib qochganlar va dinni saqlab qolganlar deydi. Qancha malomat, ayiblash va tuhmatlarga uchrasimi, ko'z oldida Allohning roziligidan boshqani qo'ymagan kishilar ana shular g'ariblar. Chunki g'ariblar manga yo'lida kishilarning ko'p yoki ozligi, kishilarning uning qilgan ishini qo'llashi yoki qo'llamaslik qaramaydi. U faqat qilgan ishidan Alloh rozi bo'lamdi yo'q, manga yo'lim Qur'on hadisga uyg'unmi yo'q, buningga qaraydi. Har xil zaharlik fikirlar sababli kishilar amdi bo'ldi islom davamayli deb islomning ularni qutqiza oladiganligidan umid uzgan vaqtida islom mening biridan bir nijotlik yo'lim, mana men yolg'iz qolsammi islom xizmatkori bo'laman deb yo'lga chiqqanlar ana shular g'ariblar. Chunki ular boshqalar tarafidan ayiblanadi, chetga qiladi. Taqvodorlik, dindorlik hurmatga sazovor bo'lgan vaqtida hamma odamning taqvo bo'lg'isi, dindor bo'lg'isi keladi. Ammo dindorlik kamsitilganda bu davrda din o'qib nima ish qiladi deb Rasulullohning izbosori bo'lish kamsitilgan davrida bu yo'lda faqat g'ariblar qoladi. Hijobsiz ayollar ichida o'zini yetim, yolg'iz his qilgan, hatto hijoblari sababli kamsitishlarga uchragan ayollar ana shular g'ariblar. Boshqalar muhabbatlashib, o'ynab yurib, o'yin tomoshaga g'arq bo'lganda o'zini har xil buzuqchilik va haromdan yiroq tutgan yoshlar ana shular g'ariblar. Kishilarning qalbini mol dunyo qoplab olganda, qalbini Allohning zikri va islom bilan arom topqizganlar ana shular g'ariblar. Payg'ambarimizning sunnatini ching tutganlik uchun ayiblanib, bu sunnat ish tursa nima ching eslab olsa deb ayiblangan, chetqa qilgan kishilar ana shular g'ariblar. Payg'ambar alayhissalom yana bir hadisda g'ariblarning sifatini bayon qilib mundaq deydi: "Allazina yuslihuna ma afsada an-nasu min sunnati." Kishilardan mening sunnatimdan buzganlarini o'ngshaydigan, isloh qiladigan kishilar deydi. Ya'ni kishilar bu sunnat deb amal qilmagan vaqtida, bu sunnatni buncha ching turmasaqmi bo'ladi deb sunnatni tashlagan vaqtida, sunnatni ching turib, sunnatga mahkam eslagan kishilar ana shular g'ariblar. Boshqalar hijoblaridan xuduksirab chekinishga boshlaganda, muhabbatlashish modaga aylanganda, qancha siqilsimi, qancha besimga uchursimi, qanday qilsam Rasulullohning ayollaridek bo'lamanki deb hijob va iffatlarda mustahkam turgan ayol qizlarimiz ana shular g'ariblar. Payg'ambar alayhissalom yana bir hadisda g'ariblarni sifatlab, g'ariblar nachar ko'p kishilar orasidagi oz solih kishilar deydi. G'ariblarga nimishqa jannat bilan bishorat berilgan? Chunki g'ariblar har tarafdan ruhiy va moddiy jihatdan besimga uchraydi. Ba'zida ularga madaniyatlashish nomi bilan hujum qilinsa, ba'zida din nomi bilan hujum qilinadi. Bundaq sharoitda e'tiqodini mustahkam turish, keyniga chekinmasdan ching eslib turish, cho'g'ini tutqanga o'xshash va tikanning ustida manganga o'xshash qiyin va azobli. Chunki atrofidagilar kulib xushal yashasa, bular e'tiqodi sababli chetqa qiladi, xohlagan yerlarga borolmaydi, ba'zi yordamlardan mahrum qoladi. Ammo shuncha malomat, shuncha hujum, shuncha besimlarga qaramay, oxirgacha e'tiqodini mustahkam turadigan bir bo'lak kishilar cho'qim bo'ladi. Payg'ambar alayhissalom bu haqda mundaq deydi: "Mening ummatimdan bir bo'lak kishilar haqiqat ustida bo'ladi. Ular
ularga malomat qilganlar, ularga qarshi chiqqanlar ularga hech qanday ziyon sololmaydi. Ya'ni ularni keyniga chekindirolmaydi. Ular qiyomat bo'lguncha shundoq haqiqatning ustida bo'ladi deydi. Alloh taolo hammamizga mustahkam iymon ato qilsin. Iymon ustida yashab, iymon ustida vafot topqili nasib qilsin. Bizni payg'ambarimiz jannat bilan bishorat bergan shu g'ariblarning qatoridan qilsin. Li ajlika ya robbi nas'a bila tawan wa tahlu tariqul khatar nasiru wa nan